Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. 15-16 noyabr kunlari Toshkentda Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining navbatdagi maslahatlashuv uchrashuvi bo'lib o'tdi. Biz bugun ushbu mavzuda suhbatlashamiz. Bugungi suhbatdoshlarimiz siyosatshunoslar Farhod Karimov va Muxtor Nazirov bo'ldilar. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Mana shu Toshkentda o'tgan uchrashuv o'ziga xos bir yubiley bo'ldi, ya'ni 7-maslahatlashuv uchrashuvi, ya'ni bir o'ziga xos davr yakunlandi. Mana shu, ya'ni 7-chi uchrashuv bu degani 7 yil deganida. Mana shu 7 yil ichida mintaqa davlatlarini o'zaro ishonch darajasi qay darajada o'zgardi? Endi o'zi 16-17-yillardagi o'zgarishlardan keyin, O'zbekistondagi o'zgarishlardan keyin yangi hukumat, yangi tashqi siyosiy prinsiplar, konsepsiya dagi o'zgarishlar va amaliy o'zgarishlar o'zi mintaqada ancha o'zgarishlarni olib kelgan edi. Masalan, O'zbekiston davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga umuman prezident bo'lgandan keyin birinchi tashrifini ham aynan Turkmanistonga, Markaziy Osiyoga, davlatlarga amalga oshirgandi. Endi ko'pchilik mana shu prezident bo'lib kelgandan keyin o'z dunyo tajribasida bor, qudratli davlatlarga borib, bir boshqacha munosabat bilan o'zini tanishtirishga harakat qiladi, lekin bu boshqacha yo'nalishda ketdi. Demak, va asosiy masala Markaziy Osiyodagi integratsiya birligini ta'minlash va muammolarni bartaraf etish deb e'lon qilindi va shu yo'ldan yurildi va eng asosiysi Markaziy Osiyo davlatlari ham buni ijobiy qabul qilishdi. Mana shu 7 yil ichida, 8 yil ichida Markaziy Osiyoda men ko'p maqolalarni o'qirdim. 2030-yilga bormasdan Markaziy Osiyoda katta-katta konfliktlar kelib chiqadi, hududiy konfliktlar kelib chiqadi, suv bilan bog'liq bo'lgan muammolar kelib chiqadi deyishgan edi. Lekin shu narsalar bo'lmadi. Qaytamga bu muammolardan istiqbolda rivojlanish yo'lida ketdi-da, bundan o'tib. Yevrosiyo Bolqonlari ham deyishgan edi. Shunaqa deyilgandi. Masalan, to'g'risini aytamiz, misol uchun o'zimizning shimoldagi qo'shnilarimiz ham, Rossiyaning maqollari, olimlar, mutaxassislar ham, Yevropa ham hamma bu yer juda bir beqaror makonga aylanadi deb tashxislar berishgan edi 2030-yilgacha. Lekin xudo xolasa unaqa bo'lmadi. Asosiy masala bu yerdagi siyosiy iroda va ochiq siyosatning yuritilganligi. Eng asosiy yutuq chegaraviy muammolar bartaraf etildi. O'zbekiston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston eng asosiysi mana muammolar hal bo'ldi va o'sha subyektiv masalalar hal qilindi. Chegaralar ochildi. Masalan, O'zbekiston, Tojikiston chegaralari necha yil yopiq edi masalan. Biz ham masalan Qozog'istonga o'tishimiz qanaqa muammoli edi. Masalan, ko'p emas, 5-6 yil oldin eslaylik. Chegarada misol uchun 6 soat, 7 soat o'tirmasak, masalan, chegarada 6-7 soat o'tirmasak, hisob emas edi-da. Oddiy fuqarolarning hayoti darajasida qanaqa murakkabligi edi yoki o'zbekistonliklarning Qozog'iston hududidan o'tishligi masalan, Yevropaga, Rossiyaga. Bu ham juda ham murakkab edi. Mana shu muammolar eng asosiysi hal bo'ldi. Bugun esa hattoki birgina o'sha ID karta bilan boshqa davlatlarga o'tib qaytib yuradigan holatga kelib qoldik. Eng asosiy ishonch oshdi. Masalan, oldin olimlarda ham, siyosatchilarda ham davlatlarni bir-biriga subyektiv raqobati, bir asossiz raqobati doirasida muloqot bo'lardi-da. Tarix talash bo'lardi. Masalan, bizning tarix, sizning tarix yaqin kunlargacha. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston masalan O'zbekiston bilan doimiy ravishda masalan tarix talashardik, shaxslarni talashardik, haykallarni talashardik. Qo'yavering buni. Mani haykalim, sani haykaling, u yoqdan bu yoqqa o'tgan nomlar talashardik va bu ishonchsizlik nafaqat siyosiy darajada, balkim eng quyidagi insonlar o'rtasidagi munosabatda ham bor edi. Bir-birimizni, misol uchun millatlarni laqab qo'yish va boshqasi. Bugun mana shunday og'ir vaziyat hammasi bartaraf etildi-da. Va bugun mana ko'rib turibmiz davlat rahbarlarining qanaqa do'stona bir-biri bilan munosabat qilayotganligi, bir-birlarini qo'llab-quvvatlashlikligi va eng asosiy mana C5+ formatidagi uchrashuvlarda ham Yevropa Ittifoqi bo'lsin, Amerika Qo'shma Shtatlari, Xitoy bilan bo'lsin, olib chiqayotgan masalalar bir-birini to'ldiruvchi masalalarda, bir-birini inkor etuvchi, bir-birini ustidan raqobat qiluvchi masalalar emas. Iqtisod bo'lsin, transport logistika bo'lsin, umumiy investitsiya bo'lsin, davlat rahbarlarini chaqirish bo'lsin. Oldin masalan davlat rahbarlari masalan Yevropaning, G'arbning eng qudratli davlat rahbarlari, hatto Rossiya rahbarlarining ham Markaziy Osiyoga chaqirilishda ham raqobat bor edi-da. Toshkentga keldimi, Bishkekka keldimi, misol uchun Ostonaga keldimi degan masalalar bo'lardi. Hatto shu darajada. Bugun esa bu narsalar yo'q. Samarqand ruhi shakllandi. Mana Samarqand hammamiz uchun bir makon, platforma, kesin shu yoqqa shu yerda muloqot qilaylik degan narsa bo'ldi. Va bu ishonch sekin-sekin mana asta xalqlar va fuqarolar o'rtasidagi munosabatlar darajasiga o'tyapti. Va o'ylaymanki, bu ishonch har qachongidan ham bugungi kunda yuqori. Bu hech qanaqa mubolag'asiz. Bu misol uchun kimgadir qanaqadir bir maqtash boshqa narsa emas. Bor holat shundayda. Masalan, o'zimiz ham o'tgan yili, bu yil ham masalan shu qo'shni davlatlarga o'tib keldik. Markaziy Osiyo juda ham bir tarixiy bir davrda turibdi. Juda ham bir o'tish davri desa ham bo'ladi. Ya'ni munosabatlar
avval siyosiy ishonchga asoslangan, asosan yuqori siyosiy doiralarda amalga oshirilgan bo'lsa, hozir Farhod aka ham eslab o'tdilar, ya'ni bu borgan sari jamiyatni qo'llab-quvvatlovi bilan insonlar darajasiga tushib borayotganligi bu juda ham ijobiy hodisa, chunki integratsiya avvalo insonlar o'rtasida bo'ladi. Ikkinchi jihati, Markaziy Osiyo o'tgan davr mobaynida turli shu prognozlarga qaramasdan barqaror makon sifatida o'zi qaror topdi va o'zini kun tartibini belgilaydigan va mintaqaviy darajada umumiy pozitsiya belgilay oladigan, xalqaro maydonda ham va og'riqli masalalarni muzokaralar yo'li bilan, muloqot yo'li bilan hal etish va ham ikki tomon uchun ham manfaatli bo'ladigan bir o'rta murosa yo'lini tanlash qobiliyatini ko'rsatdi va bu tajribalar hali integratsiyada juda ham qo'l keladi, kelgusi integratsiyada. O'ziga xos sinovdan o'tdi. O'ylaymanki, o'tgan davr mobaynida turli bir siyosiy o'zgarishlar bo'lmasin, mintaqa mamlakatlari bir shunday bir tendensiyani angladiki, bu mintaqaviy birlik kerak. Mintaqa o'zini to'ldirishi uchun, yanada taraqqiy etishi uchun, yanada barqarorroq, farovonroq bo'lishligi uchun ko'plab potensialga ega va bu potensiallar faqat birlikdagina namoyon bo'ladi. Transport logistika nuqtai nazaridan sharq va g'arbni bog'laydigan muhim bo'g'in bo'lishi mumkin, transport logistika hub bo'lishi mumkin. Iqtisodiy yo'llarni o'rtada turishi mumkin, zamonaviy ko'rinishda, o'sha Ipak yo'lini zamonaviy ko'rinishda tiklashda. Siyosiy tarafdan oladigan bo'lsak, mintaqa mamlakatlari, ya'ni o'tish davriga, ya'ni birinchi davlatchilik shakllanish davriga xos bo'lgan emotsional holatlardan chekindi. Ya'ni tarixni bo'lishish masalasida, ya'ni umumiy o'zaro bog'liqlik, iqtisodiy bog'liqlik, umumiy mintaqa sifatida tafakkur yuritishlik darajasi shakllandi va bu ko'p jihatdan mintaqadagi bir siyosiy institutlar barqarorlashganligi bilan bog'liq. Yana bir jihat shundan iboratki, albatta bu O'zbekiston sa'y harakati bilan, O'zbekiston Markaziy Osiyo markazida joylashgan davlat sifatida mintaqa davlatlarini bog'lovchi funksiyasini beminnat amalga oshiryapti. Ya'ni mintaqaviy yetakchilikka da'vo qilmagan holatda. Va bu ijobiy hodisa sifatida mintaqa davlatlari tomonidan qabul qilindi. Prinsipial masalalarda kim ustun, kim kattaroq, kim iqtisodiyoti katta, kim harbiysi, kim aholisi ko'p degan avvallari bir qiyoslanadigan omillar chekindi. Va yana bir jihati, ya'ni buni ishonch darajasi, munosabatlar, o'zaro ishonch, o'zaro hurmat va yaxshi qo'shnichilik degan 3 ta prinsipga asoslanib rivojlana boshladi. Yakunda shunday holat yuzaga keldiki, davlatlar, ya'ni bu insonlar darajasida ham tushunila boshlandi. Masalan, futbol musobaqalarida bir-biriga muxlislik qilishlik, birgalikda madaniy tadbirlarni o'tkazilishlik yoki ilmiy tadbirlarni o'tkazishlikni olishimiz mumkin. Ya'ni bu munosabatlar avval muloqot bo'lgan bo'lsa, muloqotni tartibga soladigan sekin institutsional huquqiy asoslar mustahkamlanib boryapti. Ilmiy mushohadalarni ko'rsangiz, Markaziy Osiyoda har bir davlat mutaxassis o'zini tilida, o'rtada bog'lovchi uchinchi til keragi yo'q. Bu ham nimani hisobiga? Ya'ni bu mana shu yaqinlashishga bo'lgan mintaqa davlatlarda uzoq yillar shakllangan ehtiyoj bor edi va mana shu ehtiyojni hozir ro'yobga chiqayotganligini ko'ryapmiz. Mana shu uchrashuv o'ziga xos bir nima deydi, bir davrda sodir bo'ldi. Chunki biz bilamiz, Markaziy Osiyo davlat rahbarlari bundan bir necha hafta avval Vashingtonga borib, Oq uyda Donald Tramp bilan uchrashgan edi va ana shundan keyin Markaziy Osiyo davlat rahbarlariga To'qayevdan tashqari Rossiya prezidenti Vladimir Putin sim qoqqan edi va To'qayev bilamizki, Moskvaga tashrifni amalga oshirdi va u yerdan to'g'ri keyin Toshkentga keldi. Mana shunday bir o'ziga xos bir muhitda, bir anaqada voqelikda mana shu uchrashuv bo'ldi. Desak bo'ladi. Ahamiyatini bir oshiradimi mana shu uchrashuvni? Ya'ni albatta Markaziy Osiyo bugun o'zi obyekt emas, subyekt bo'la olishligini o'zlari ishondida Markaziy Osiyo davlatlari. Oxirgi ham tendensiyalar, yutuqlar va siyosiy mustaqil qarorlar qabul qilinishi tashqi siyosatda Markaziy Osiyo davlatlarining ishonchini anchayin oshirdi. To'g'risini aytish kerak, yaqingacha baribir hayiqish bor edi, xavfsizlik nuqtai nazaridan.
Masalan, tahdidlari bo'lardi, Afg'onistonda qanaqadir bir harakatlarning bo'lganligi Markaziy Osiyoni parchalaydi yoki suv resurslari bilan bog'liq bo'lgan ayrim bir unaqalar bor edi va hokazo. Umuman olganda iqtisodiy, siyosiy, xavfsizlik masalalari nuqtai nazaridan baribir mustaqil qaror qabul qilinishda Markaziy Osiyo davlatlarida biroz mana shunaqa muhit bor edi. Lekin bugun Markaziy Osiyo davlatlari mana hozir aytib o'tganlaridek jipslashgan holatda agar qarorlar qabul qilinsa, bu institutsional va yuridik tizimlar bir-biri bilan muvofiqlashsa, bu juda ham mustaqil bo'lgan va juda ham katta kuchga aylanishi mumkin bo'lgan bir hodisa bo'lishini anglab yetishdi. Bu nimadan boshlandi? Bu sekin-sekin keldi-da. Mana hozir biz faqat Tramp bilan uchrashuvni yoki Putin bilan muloqotlarni ko'ryapmiz-da. Aslida olganda bu biroz oldin, o'sha 5 yil, 6 yil oldin huquqiy institutsional yaqinlashuv jarayonidan boshlangan. Buni ko'pchilik sezmagandi. Masalan, qonunlarimiz yaqinlashtirildi. Hattoki o'sha kodekslardagi moddalar ham, protsessual bo'lsin, kodeks bo'lsin, moddalar ham yaqinlashdi. Ya'ni misol uchun ayrim bir harakat uchun Qozog'istonda boshqa huquqiy baho berilardi. Qirg'izistonda boshqacha bo'lardi. Strategiyalar yaqinlashdi. Masalan, 5 yillik strategiyamiz bizniki boshqacha edi, Qozog'istonniki boshqacha. Bitta mintaqada yashab turib, ham har xil rejalar qilardi-da, va oxir oqibatda hech qaysi ham amalga oshmay qolar. Chunki hamma to'rt tomonga ketgandan keyin muhit boshqacha bo'lar. Mana shu 5 yillik, oxirgi 5 yillik ichida mana shu jarayonlar uyg'unlashdi. Tashqi ishlar birinchi navbatda o'zi birinchi kengash, shu davlatlar, markaziy davlatlarning maslahatli kengashining birinchisidan boshlandi. Bu parlamentlararo muloqot va qonunlarni birlashtirish, institutsional moliyaviy birlashtirish, o'sha bojxona masalalari va mana shu jarayonlar bizga davlat rahbarlari darajasida bir xulosa shakllandiki, demak biz mustaqil alohida subyekt bo'la olar ekanmiz. O'sha 21-yildagi energetikadagi xaos esingizda bo'lsa, bir kun davomida butun Markaziy Osiyoda svet o'chib qolgandi. Mana shu jarayon ham, o'shandan keyin qabul qilingan qarorlar ham Markaziy Osiyo o'zi mustaqil qaror qabul qila olar ekan. Boshqa jihatdan bog'liq bo'lsa, kim ham bo'lishidan qat'iy nazar, bu oxir oqibatda baribir mustaqilligimiz cheklar ekan qarorga kelishdi. O'sha oxirgi nuqta bo'ladi. Covid va Coviddan keyingi o'sha blackout jarayonlarida va bu jarayonlardan keyin davlat rahbarida ishonch shakllandi. Endi mana bu tashriflar va shu tashriflar va suhbatlardan keyin Markaziy Osiyodagi bu uchrashuv albatta bu muhokamalarga sabab bo'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlari nima xohlaydi aslida olganda Markaziy Osiyodan? U biladi, Markaziy Osiyoga Rossiya va Xitoyning ta'siri baribir yo'qolmaydi. Bu siyosiy reallik bu. Bu obyektiv holat. Hech kim Markaziy Osiyoni tashab qo'ymaydi. Xitoy ham, Rossiya ham, hattoki Ukrainadagi bo'layotgan mojaro bo'lgan taqdirda ham. Shunday ekan, Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy Osiyoni bu ikkita qutbning ta'sir doirasiga tushirmaslikdan manfaat va kuch sifatida 3-chi subyekt bo'lib kelishlik aslida olganda manfaatlar to'qnashuvi va hech kim manfaatiga erishmasligi xulosasiga olib keldida nazarimda. Va Amerika Qo'shma Shtatlari bu davlatlarning o'ziga quvvat berish kerak. Moliyaviy, huquqiy va boshqa jihatdan o'ziga quvvat bersak, o'zlari integratsiyalashsa, tashqaridagi katta siyosiy qutblardan shundoq ham nima bo'ladi? Mustaqil bo'ladi, himoyalangan bo'ladi va bu jarayonda mayli Amerika Qo'shma Shtatlarining u yerdagi bosimi bo'lmasin, lekin Amerika Qo'shma Shtatlari xuddi Rossiya va Xitoyga o'xshab yoki mintaqaviy Eron, Turkiyalarga o'xshab atrofdagi ular qatorida turadigan subyekt sifatida qo'shilish mumkinligini anglab yetishdi-da. Ya'ni har xil bosimlar qilishlik, boshqa qilishlik bu mintaqaning baribir yo Xitoy tarafga yo Rossiya tarafga soyaga o'tib ketish masalasi kun tartibida turar edi. Bu ochiq aytish kerak bu narsani. Ya'ni qanchalik Amerika bosim qilaversa, siyosiy, iqtisodiy boshqa, bu davlatlar u qutbning tagiga ketishi yoki ularning soyasiga o'tishi masalasi kun tartibiga turadi Amerika Qo'shma Shtatlari. Bu juda ham ko'p tahlilchilar va siyosatchilar tomonidan qayd etilgan. Demak, u yo'lni tanlashmadi. Demak, shu yerni o'zini davlatlarni qo'llab-quvvatlaylik va ularning mustaqillik darajasini oshiraylik. Ular o'zlari siyosiy qaror qabul qilishining o'zi ham ularni atrofdagi qutb davlatlardan mustaqil qiladi va o'zlarini subyekt sifatida shakllanishiga yordam beradi degan holat bor. Endi Rossiyaning munosabati ham shunga yaqinlashdi. Mana shu oxirgi bo'layotgan jarayonlar, Ukrainadagi mojaro va Markaziy Osiyo davlatlarining o'zaro jipslashganligi va mustaqil qarorlar qabul qilish boshlaganligi Rossiyaning ham bu mintaqaga obyekt emas, subyekt sifatida munosabat qilish kerakligini anglatdi. Ya'ni shuning uchun ham Rossiya prezidenti alohida muloqot qildi. Masalan, 15 yil holatda bo'lganda edi, chaqirardi Moskvaga. Sankt-Peterburggami yo Sochigami masalan, tezda muloqot qilaylik. Unaqa siyosat ketmaydi endi. Markaziy Osiyo ichki siyosatda ham va ayniqsa tashqi siyosatda ham ancha mustaqil bo'lganligini ko'rsatdi va shu joyda
o'z ta'sirini subyekt sifatida strategik hamkor sifatida saqlab qolishlik uchun ham Rossiya ma'lum bir harakatlar qilishga majbur. Shuning uchun telefon qiladi, vakilini jo'natadi, kerak bo'lsa keladi. Endi kerak bo'lsa keladi. Mana shu holat bor-da. Shuning uchun Xitoy ham xuddi shunday. Men faqat Rossiya demoqchi emasman. Turkiya ham bu yerda juda ham yaxshi ko'rsatib o'tiribdi. Turkiya AQSh bilan ittifoq davlat va NATOda birga bo'lganligi uchun bu ko'proq Amerika prizmasi bilan ko'radi. Eron aytish kerak. Pokiston, Hindiston ham kerak bo'lsa Markaziy Osiyoga o'ziga xos qarash qiladi. Hindiston masalan 100 million dollarni ham shunchaki tikib yubordi Chobahor portini olib qo'yish uchun. Birgina Markaziy Osiyoni transport logistikasida ishtirok etish uchun qildi bu ishni. Masalan, Chobahordan boshqa nima tovarlar chiqadi? Boshqa tovarlar chiqmaydi-ku. Qarachini o'zi yetadi Pokiston uchun yoki Eronning asosiy boshqa porti bor. Mana bu jarayonlar Markaziy Osiyo atrofida endi ko'paysa ko'payadi, kamaymaydi. Chunki Markaziy Osiyo ko'rinib qoldi. Buni faqat siyosiy jarayonlarda emas, iqtisodiy jarayonlarda ko'ryapmiz. Mahsulotlarimiz Yevropada, AQShda yuribdi. Masalan, mana yaqinda Amerikada kelgan bir hamkasbimiz aytayapti, Amerikada Samarqand gilamlari sotilyapti katta-katta do'konlarda. Bu jarayonlar, bu mahsulotlar va bu ko'rinishlilik Markaziy Osiyoning mahsulotlari va markaziy iqtisodiy jihatdan ko'rinishlik hammada ko'rinyapti. Buyuk Ipak yo'li, bir kamar bir yo'li Markaziy Osiyo bilan teng yuritilyapti. Ya'ni Markaziy Osiyo yo'q, Xitoyning bir kamar bir yo'l loyihasi yo'q. Shunday ekan, bu jarayonlar faollashadi va ana shu faollash jarayonida Markaziy Osiyo qaytadan yanada integratsiyalashadi. Bu faollashuv atrofida. Bu to'g'ri tendensiya. Risklar bor. Risklardan qo'rqish kerak emas. Risklardan qo'rqib o'tirsak, unda yopiq davlat bo'lib qolamiz. Shuning uchun risklarga tayyor turish kerak va asosiysi mana shu jarayonda to'g'ri qarorlar qabul, to'g'ri yechimlar bo'lib ketsa, hozir Muxtor aka aytganlaridek keyingi davrlar uchun ham, keyingi avlod uchun ham. Masalan, hozirgi prezidentlar hozirgi avlodlar uchun fundament qo'yib berishdi-da. Buni keyingi avlodlar davom ettirish kerak. Tushunarli. Muxtor aka, siz fikrlaringiz? Markaziy Osiyo plus formati maslahat uchrashuvlari bilan parallel ravishda rivojlantirilyapti. Chunki Markaziy Osiyo davlatlari maslahat uchrashuvlari bu ichki format. Markaziy Osiyo plus bu tashqi format. Tashqi format nima uchun kerak? Avvalo, tashqi dunyo Markaziy Osiyodan nima kutyapti? O'zbek Markaziy Osiyo nima bera oladi? Va har bir shu atrofdagi davlatlarni Markaziy Osiyo bo'yicha muloqot formati bor. 10 dan ortiq. Biz sanab o'tgan davlatlar har birida bor. Erondan tashqari. Demak, bu AQShda bo'lib o'tgan uchrashuvda Markaziy Osiyoga yondashuv anchagina pragmatiklashganligini ko'rsatadi. Ya'ni avvalgidek mafkuraviy prizmalar yo'q. Ya'ni iqtisodiy manfaatlar va hamkor izilyapti har biri. Bu yerda bir narsani e'tiborga olishimiz kerakki, Markaziy Osiyo davlatlari aynan bitta mintaqaviy pozitsiyadan chiqib, bitta safda turib AQSh bilan muloqot qilganligi bu keyingi Markaziy Osiyoga bo'ladigan o'sha muloqot formatidagi yondashuvlarni ham xuddi shu holatda olib keladi-da. Ya'ni loyihalar faqat O'zbekiston yoki Qozog'iston uchun emas, mintaqa davlatlari uchun. Bu ijobiy hodisa. O'ylaymanki, mana shu muloqot Markaziy Osiyo plus formatlari orqali mintaqa davlatlari ko'p narsani anglab yetdi. Ya'ni nima kerak? Demak, ichki integratsiyani yanada mustahkamlash kerak. Institutsiyadan asolga olib kelish kerak. Keyingi masala shundan iboratki, Markaziy Osiyo davlatlarini salohiyatni ro'yobga chiqarishlik hozir bu mintaqaga nisbatan siyosat yuritayotgan har bir davlatda bor. Lekin yondashuvlari har xil. Xitoyning yondashuvlari uyg'unlik yondashuvi, ya'ni mintaqaviy strategiyalarni uyg'unlashtiraylik. Xitoyning rivojlanish strategiyasi bilan Markaziy Osiyo davlatlarining rivojlanish strategiyasi. Rossiyaning yondashuvi qanday? Rossiya hozirgi shu mojaro natijasida ko'rayotgan zararlarni, kamomatlarni endi hamkorlikni sohasini diversifikatsiya qilaylik deyapti. An'anaviy energetika sohasidan sanoat sohasiga qo'shma mahsulotlar ishlab chiqaraylik deyapti. Amerika Qo'shma Shtatlari ham bu mintaqaga birinchi baribir maqsadi nodir metallar bo'lsa ham, lekin bu mintaqani sanoatlashishiga, faqat resurs eksport qiladigan emas, uni qayta ishlaydigan va AQSh yetakchilik qiladigan global ta'minot zanjirida mustaqil halqa bo'lib kirishligiga ko'maklashamiz deyapti. Bunga global moliyaviy institutlar darajasida, turli kompaniyalar, korporatsiyalar darajasida harakat qilyapti. Demak, shunday katta istiqbollar mavjud ekan, Markaziy Osiyo demak mintaqaviy yondashuvni kuchaytirish kerak.
ya'ni qo'shma mahsulotlar ishlab chiqarish, qo'shma turistik yo'nalishlarni tashkil qilishlik, transport logistik maqsadlarida va bu jarayonlar albatta Markaziy Osiyo tashqi dunyo bilan konstruktiv muloqot undan kutilayotgan ekan, shunday ochiq konstruktiv muloqot qilishga tayyor. Maslahat uchrashuvlari mana shu fonda kechyaptiki, endi mintaqaviy maslahatlashuv jarayoni muayyan o'zini tarixiy missiyasini bajarib bo'ldi. Davlatlar maslahatlashishga va umumiy qaror qabul qilishga, mintaqaviy pozitsiya bilan tashqi dunyo bilan muloqot qilishga ko'nikib bo'ldi. Demak, buni yana bir darajasini endi ko'tarish imkoniyati bordir. O'zbekiston prezidenti adashmasam shu tashabbusni ilgari surdi. Ya'ni endi muloqot endi yana bir doimiy ishlaydigan institutsional asoslarga ega bo'ladigan kotibiyatlar rotatsiya asosida va kun tartibi bilan avvaldan belgilanadigan va milliy koordinatorlar kengashi tashkil etilishligi, sohalar bo'yicha doimiy muvofiqlashuvchi shaxslar mavjud ekanligi va hokazo va hokazo. Albatta bular turli sohalarda ketar ekan, bularni umumlashtiruvchi baribir yangi bir integratsion tuzilma kerak. Endi savol tug'iladida, avvallar ham Markaziy Osiyo bu davrdan o'tgan-ku. Integratsion tuzilma bo'lgan. Tuzilma bo'lgan va u ko'proq siyosiy integratsiya bo'lgan. Va ko'proq shu yuqori darajadagi uchrashuvlardan iborat bo'ladigan, maqtov so'zlardan iborat bo'ladigan. Bugungisi mazmunidan farq qiladi. Bugun dunyo o'zgardi. Bu mintaqa endi geosiyosiy raqobat maydoni degan maqomdan chiqayapti va muvaffaqiyatli ravishda va tashqi dunyo uchun shunday ijobiy signal beryaptiki, bu mintaqa bilan hamkorlik qilmoqchimisiz, bu mintaqada birgalikda rivojlanish loyihasini taqdim qiling va teng hamkor sifatida ko'ring, o'zaro manfaatli. Ya'ni munosabatlar ikki tomonlama manfaatli asosda bo'ladigan bo'lsa, hech qanday siyosiy konjunktura ishlamaydi. Ya'ni AQSh bilan yaqinlashuv Xitoyga qarshi emas, Xitoy bilan yaqinlashuv AQShga yoki Rossiyaga qarshi emas. Shuning uchun bu jarayonlarni bir tizimli ravishda amalga oshirishligi uchun davlatlar o'zini milliy iqtisodiyotidagi nimalarni xohlaydi va ularni qanday mintaqaviy bir mahsulot yaratishi mumkin, mintaqaviy darajada tashqi dunyoga chiqishi mumkin. Demak, bu masalalar integratsiyalashuvini yana chuqurlashiga kuchli rag'bat beradi. Mana shu uchrashuvda muhim yana bir siyosiy bir qaror qabul qilingani, bu Ozarbayjonni mana shu maslahat uchrashuviga rasman qabul qilingan bo'ldi. Va o'z-o'zidan savol tug'iladi, mana shu Ozarbayjonni endi nima deydi, mana shu uchrashuvlarga qabul qilingani mintaqa davlatlari uchun qanday imkoniyat eshiklarini ochadi? Endi Markaziy Osiyoda hozir kun tartibida, mana hozir aytib o'tirdilar, oldin o'sha siyosiy konjunkturalar, shu kun tartibida asosiy masala bo'lgan bo'lsa, bugun hayot darajasini ko'tarish, bir so'z bilan aytganda, aholining, Markaziy Osiyo aholisining iqtisodiy, ijtimoiy hayot darajasini ko'tarish maqsad turibdi. Buning uchun esa Markaziy Osiyoda sanoatlashish tez sur'atlarda o'tish kerak. Sanoatlashishdan raqamlashish sari. Bizda hali sanoatlashish masalasidagi darajaga hali to'liq yetib borganimiz yo'q. Sanoatlashish esa bu albatta yagona davlatning faqatgina resurslarni sotib yoki xom ashyo sotish bilan bo'lmaydi. Demak, keyingi bosqichga o'tish kerak. Xo'p, sanoatlashni ham deylik, Markaziy Osiyo hamma narsani ishlab chiqarishni boshladik. Bu endi dunyo bozorlariga qo'shilishni anglatadi. Dunyo bozorlaridan esa Markaziy Osiyo uzib qo'yilgan. Ming afsus. 26-yil biz Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lamiz va boshqa Markaziy Osiyo davlatlari ham bu jarayonda faollashuvi bor. Endi to'g'ri, a'zo bo'lganlar ham bor, lekin qolganlar ham shu jarayonda ketyapti. Jahon bozori esa doim g'arbga qarab bo'lganda. Ya'ni biz sharqda bor narsa sota olmaymiz, to'g'risini aytaylik. Hatto sharqning o'zi g'arbda sotadi, hamma narsasini. Shunaqa. Ya'ni biz borib sanoat mahsulotlarimizni deymiz, boshqasini sharqda, Xitoyda bor nima sotasiz masalan? Xitoyda o'zi hamma narsasi bor. Shunday ekan biz g'arbga yuramiz, demak O'rta Yer dengizi, Qora dengiz va bu bo'g'inda Janubiy Kavkaz mintaqasi Markaziy Osiyoga integratsiya bo'lmasa, bu ilojsiz, imkonsiz. Ko'prikda baribir. Nafaqat ko'prik, bir qism bo'lishi kerak. Mana kecha Abdulaziz Komilovning intervyularini ham eshitdik-ku, masalan, Ozarbayjonning qo'shilishi Markaziy Osiyoning, umuman bu mintaqaning yangi geoiqtisodiy mintaqa sifatida shakllanganligini anglatadi dedilar. Ya'ni bu butun bir boshli iqtisodiy zonaga aylanadi. Shunchaki davlatlarning xaritasidan iborat bo'lgan hudud emas. Bu iqtisodiy zona. Bu yoq sanoat, bu yoq transport logistika, u yog'i o'z aytganingizdek ko'prik va Yevropaga o'tish. U yoq endi Tramp yo'liga ulanadi.
Tramp yo'li bekorga tilga olinmadi. Tramp yo'li degani asli olganda to'g'ri bu ramziy ma'no bor-ku, lekin Tramp yo'li bu Yevropaga ochiqlik deganida. Bizga Yevropa mahsulotlarimiz ochilish masalasi turibdi. Mana kecha davlat rahbarlari uchrashuvdan tashqari vazirlar o'rtasidagi uchrashuvlar ham bo'ldi. Tashqi ishlar vazirlari ham. Tashqi ishlar vazirlari va iqtisodiyot vazirlari ham muhokamalar olib borishdi. Made in Uzbek Central Asia degan brendni yaratamiz deyilyapti. Ya'ni Markaziy Osiyoda ishlab chiqarilgan brend. Bu degani bu brend xuddi mana bu Yevropa ittifoqida ishlab chiqarilgan brend deganidek, bu sanoatlashgan tizim shakllanadi degani. Endi dunyoga chiqish uchun boya aytgandek transport logistika o'rta koridor har doimgidan ham darajasi oshyapti. Bu o'rinda Kaspiy va o'rta koridorning ahamiyati bu Janubiy Kavkaz bilan belgilanadi. Janubiy Kavkazda esa bizning qarindoshlarimiz bor va bizning umumiy tariximiz, bitta davlatda yashaganmiz. Masalan, Sovet ittifoqida bitta fuqaro bo'lganmizda. To'g'rimi? O'zbekiston, Qozog'iston, Ozarbayjon hammasi bitta pasport ostida yashagan va qaysidir ma'noda bu o'sha yomon tomonlari bilan bu yo'q madaniy jihatdan yaqinlashuvimiz va bir-birimizni iqtisodiy, huquqiy jihatlardan bir-birimizni tanishimiz va yaqinlashishimiz juda ham qulay imkoniyat bor. To'g'ri, Ozarbayjon oxirgi paytda juda ham keskin taraqqiyotga erishdi, lekin uning institutsional va huquqiy tizimlari biznikidan uzoq emas baribir. Uni bog'lay olamiz. Hattoki temir yo'llari ham hali anglo-sakson standartga o'tgani yo'q. Demak, bu jarayonlar albatta Ozarbayjonni biz bilan bo'lishlik zaruratini belgilaydi. Chunki Ozarbayjonning ham bugun energetika yo'nalishdagi tajribasi katta va nafaqat Markaziy Osiyo Ozarbayjonga intilishi. Ularning ham bizga intilishini ko'paytirdi. Masalan, oldingi Ozarbayjon bilan uchrashuvda Qoraqalpog'iston hududlaridagi bir qator konlar Ozarbayjonga topshirilishi aytilgan edi. Va ulardagi tajriba nimaga Ozarbayjonga berildi? Nima Xitoyliklar yo'qmidi? O'zimizda yo'qmidi? Masalan, o'zimiz ham yo'q, bu yerda boshqa masala bor-da. Ozarbayjonning Yevropaga chiqish tayyor infrastrukturasi bor. Demak, Ozarbayjonning mana shu tayyor infrastrukturasiga ulanishlikligi bu ancha-muncha vaqtdan, mehnatdan va eng asosiysi iqtisodiy xarajatlardan bizni cheklaydi-da. Shuning uchun ham Ozarbayjonga berildi. Masalan, Ozarbayjondan ham qudratliroq davlatlar bor edi-ku degan savollar ko'p bo'ldi. Nimaga Xitoyga, nimaga Rossiyaga bermadigan? Ozarbayjon infrastrukturasi bor. Kaspiydan u yog'i Yevropa degani. Va u Ozarbayjon ishlatadigan infrastruktura ancha geosiyosiy ta'sirlardan chetroq. O'zi oxirgi yillarda ham Markaziy Osiyo rahbarlari va Ozarbayjon rahbarlari juda ko'p uchrashgan ekanda, chunki Ilhom Aliyev ham o'zi ham aytib o'tdi. Men da 15 marotaba Markaziy Osiyoga safar qilibman. Markaziy Osiyo rahbarlari esa 23 marta, 25 marta adashmasam Ozarbayjonga kelibdi. Ketyapti-da. Mana shu masala va ertaga transport logistikaga faqat neft va infrastruktura, yo gaz, energiya resursi infrastrukturasi emas, savdo yo'llarini ham biz qo'yadigan bo'lsak, o'sha ertaga Zanguzor koridor hal bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi. Biz Yevropadamizda. Bu faqatgina savdo sotiqda ham emas, hattoki o'sha oddiy odamlar hayotda ham sezilishni boshlaydi. Bu g'oyalar, bu shartnomalar ishga tushib ketsa, tasavvur qiling, poyezdga o'tirasiz, 2 kun, 3 kundan keyin siz Bakudasiz, Turkiyadasiz. yoki avtomobilda borish masalan imkoniyatlari ochib ketsa, paromga o'tirasiz, Kaspiydan o'tib ketasiz masalan. Va shu bir vaqtlar orzu bo'lgan, xomxayol bo'lgan masalalar bugun reallikka yaqinlashdi va Ozarbayjonning bu formatga qo'shilishligi haqiqatdan ham yangi geoiqtisodiy, geosiyosiy emas, geoiqtisodiy hudud shakllanganini anglatadi. Ozarbayjonda esa imkoniyatlar juda ham katta. Va bu imkoniyatlardan Markaziy Osiyo faqatgina foydalanish kerak. Muxtor aka, siz fikrlaringiz? Bu borada ikki xil yondashuv bor. Ya'ni birinchisi Ozarbayjon mintaqaviy geografik jihatdan Markaziy Osiyo emas. Demak, bu formatda ishtirok etishligi endi bu tashkilotning nomini ham shunga monand qilish kerakmi degan savolni to'g'ri keltiradi. Yoki Markaziy Osiyo va Janubiy Kavkaz bo'ladimi? Unda qolgan davlatlar nima bo'ladi? Gruziya, Armaniston. Bu masalalar ham hozircha ochiq. Endi bu yondashuv shundan iboratki, bu uchrashuvlarda ishtirok etayotganligi bu haqiqatan ham bir siyosiy integratsiya emas. Bu yerda integratsiya haqida gap ketayotgani yo'q. Faqat Markaziy Osiyoning iqtisodiy kengayishi Ozarbayjon taqozo qiladi. Va Markaziy Ozarbayjonning yana bir tarafi bu Yevropaga chiqish yo'li, lekin Yevropadan keladigan yo'lni Xitoy tomonga yurishi, Trans-Afg'on loyihasi bor, bu orqali janubga chiqishi, Hind okeaniga chiqishligida juda muhim yo'lni vazifasini bajaradi. Ya'ni tarixiy o'sha Ipak yo'lini faqat sharqdan g'arbga emas, g'arbdan sharqqa yurishida ham juda ham muhim rolni o'ynaydi. Ozarbayjon bu mintaqani geosiyosiy mustaqilligini yanada mustahkamlaydi.
ya'ni tasavvur qiling, 5 ta mamlakatga bosim o'tkazish nima-yu, 6 davlatga bosim o'tkazishchi. Bu mintaqa makonida endi avval 80 million, 84 million aholi yashagan bo'lsa, Ozarbayjonda 15 million qo'shilsa, qancha bo'ladi? Ya'ni 100 millionga aylanadi. Aholisi jihatdan iqtisodiy imkoniyatlari oshadi va muhim geosiyosiy masalalar ham hal etiladi. Ya'ni transkasbiy loyihalari endi bu Markaziy Osiyo davlat rahbarlari uchrashuvlar doirasida muhokama qilinadigan masala bo'lib qoladi-da. Bundan olinadigan o'ziga xos iqtisodiy siyosiy dividendlar juda ham katta. Va bu shuni anglatadiki, qaysidir ma'noda tarixan Ozarbayjonni Markaziy Osiyo darvozasi deyilganda, ya'ni bu yerda Markaziy Osiyoga tutash hududlari ham bor. Iqtisodiy jihatidan, madaniy jihatidan, qadriyatlar jihatidan, din jihatidan biz bitta makondamiz. Va buni qandaydir mana shu institutsional holatlarga olib kelinadigan bo'lsa, har ikki tomon ham manfaat ko'radi. Ozarbayjon ham yangi bozorga chiqish va tranzit imkoniyatlarini oshirishga ega bo'ladi. Markaziy Osiyo davlatlari g'arbga chiqish va g'arbdan keladigan davlatlar uchun, masalan, o'rta koridor faqat g'arbga emas, sharqqa ham ishlaydi-da. Shimol-janub koridori bor. Shimol-janub koridori muhim rol o'ynaydi. Ya'ni Rossiyadan Hindistonga, Eron keyin Hindistonga boradigan. Bu yo'llarda ham Markaziy Osiyoning daxldorligi oshadi. Iqtisodiy manfaatlari oshadi. Umumiy olib qaraganda bu Ozarbayjon qo'shilishligi bu mantiqiy jarayonning davomi edi. Chunki barcha loyihalar o'zaro bog'laydi, faqat energetika sohasi emas, tajriba almashish iqtisodiy tarafidan, siyosiy madaniyatimiz bir-biriga yaqin, jamiyatlarimiz bir-biriga yaqin, turizm jihatidan ham bir-biriga yaqin, hattoki o'sha Ipak yo'li umumiy bir turistik viza tashkil qilinadigan bo'lsa, bu Ozarbayjon ham qo'shish imkoniyati mavjud, ya'ni tarixiy shu yo'lda joylashgan. Aytmoqchimanki, bu har taraflama bu tarafdan maqbul. Endi mutaxassislar masalan bunga turlicha qarashayotgani ham bor. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari tarafidan mana shu joriy yilida Markaziy Osiyo instituti bor. Ular tarafdan ishlab chiqilgan konsepsiya bor edi, katta Markaziy Osiyo. O'shanda ular tavsiya berganki, Markaziy Osiyo deganda Ozarbayjonni ham qo'shish kerak. Endi S5 ni S6 ga aylantirish kerak. Va agar shu mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsak, S5 plus S6 ham bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Va agar geoiqtisodiy, geomadaniy nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, bu jarayonlarda Afg'onistonning ham ishtirokini ta'minlash kerak. Bu qanday formatda bo'ladi, vaqt ko'rsatadi, lekin prezidentning tashabbusida aytilyaptiki, barcha iqtisodiy mintaqaviy loyihalarda Afg'oniston ham ishtirok etishi kerak. Bu degani faqat transport logistika emas, balkim bu yerda iqtisodiy, madaniy almashinuvlar ham. Istiqbolda bu juda ham muhim bir makonga aylanishi mumkin. Ya'ni sharq va g'arbni bog'laydigan, geosiyosiy mustaqillikka ega bo'lgan va faol rivojlanayotgan va eng muhimi bu faol rivojlanish ortidan mintaqaga keladigan barqarorlik. Atrofimizdagi shu Farhod aka aytganlaridek ziddiyat bo'lishi mumkin bo'lgan hududlarni aynan shu barqarorlik orqali, o'zaro bog'liqlik orqali, o'zaro manfaatdorlik orqali bu mintaqani barqaror rivojlanayotgan mintaqaga aylantirishga xizmat qilishi mumkin. Uchrashuvda mana shu ilgari surilgan tashabbuslar va uchrashuv oxirida imzolangan o'sha bayonotlarni qanday qilib real bir natijalarga olib kelish mumkin? Nimalar qilish kerak deb o'ylaysizlar? Haqiqatan ham hozir mana juda yaxshi narsalar haqida gaplashyapmiz. Juda zo'r kelishuvlar, shartnomalar imzolandi, lekin aytganingizdek, uni realizatsiya qilinmasa, bu gapligicha qolib ketadi. Gapligicha qolib ketadi. Xo'p, nima qilish kerak va nima qilinyapti? Avvalambor bu kelishuvlarni amalga oshirish uchun institutsionallashish kerak. Ya'ni bu shartnomalarni, bu kelishuvlar, bu bitimlarni amalga oshirish uchun kimlardir ishlash kerak-da. Ya'ni shundoq ham ishlab turgan tashkilotlarga qo'yib bersangiz, bu uzoq davom etadi. Ular doim uchrashib turish kerak bo'ladi, vaqt ajratib va bu dinamika bo'lib qoladi. Qachon uchrashgan payt nimalardir yurishadi, yana 3-4 oy o'tgandan keyin soviydi orqasi. Buni doimlashtirish uchun, ya'ni muntazam amalga oshirish va oxirgi natija uchun kimdir mas'ul bo'lishi uchun institutsionalash kerak. Boya aytilgandek, o'sha davlat rahbarining takliflari, kotibiyatlar, fondlar, puli bo'lish kerak buni realizatsiya qilish uchun. 5 ta davlat
pul ajratish kerak buni amalga. Misol uchun mana shu kelishuv bor. Bu kelishuvning tagida iqtisod yotibdi. Masalan, kimdir oylik olib, kimdir texnika sotib olib, kimdir bir amalga oshirib, boshqa qilib xarajatlarni amalga oshirib, bu ish yuritish kerak-da endi. Mana shuning uchun ham birinchi navbatda bu institutsionallashish kerak. Fondlar va tashkilotlar, kotibiyatlar tuzilishi kerak. Bu bir. Ikkinchisi, normativ hujjatlar umumlashtirilishi kerak. Yaqinlashdi bizada, lekin hali bir xil emas. Masalan, bojxonamiz har xil. 5 ta davlatni bojxona tariflari har xilda. Yagona bojxona undirish degan narsa yo'q. Masalan, Yevropa ittifoqiga kirayotgan mahsulot umumiy Yevropa ittifoqi uchun bir marta olinadi. Bo'ldi, u butun Yevropaga tatbiq etiladi, davlatdan davlatga o'tib ketaveradi. Ya'ni ichki jarayonlari ham bor, soliqchilik bilan bog'liq, lekin umuman olganda bojxona tizimi bitta tizimda ishlaydi. To'lov bitta joyda amalga oshiriladi. Markaziy Osiyoda ham agar biz transport logistikani yo'lga qo'ymoqchimizmi, Xitoydan kirayotgan, o'sha temir yo'ldan o'tayotgan tovar bo'ladi, mahsulot bo'ladi, odam bo'ladimi, kim bo'lsa ham bir marta ro'yxatdan o'tib chiqib ketish kerak oxirigacha. Bu jarayonlarni amalga oshirish uchun esa iqtisodiyot, moliya, soliqchilik va qonunchilik darajasidagi normativ bir xillikka erishishimiz kerak. Bir xil bo'lishi kerak hamma. Bitta qonun, bitta qaror bilan hamma bir xil ishlasin. Uchinchisi raqamlash. Ya'ni bitta platformada ishlashimiz kerak. Hamma narsamiz. Mana misol uchun meni yonimda turgan plastik bilan mana boshlandi, Qirg'izistonda adashmasam Xumo boshladi. Hamma yoqda to'lib bilaydi. Men sezmay u davlatdan bu davlatga o'tib ketgan. Bizga kelgan turistlar ham sezmasin. Yevropada faqat bayroqlarni, ramziy chegaralarni ko'rsangiz, chiziqlar bo'ladi. Chiziqlar bo'ladi. Shunda sezasiz-da, atak sezmaysiz. Mahsulot sotilishida ham, insonlarning almashinuvida ham, normativ jarayonlar ham, eng asosiysi raqamli jarayonlar ham umumiy bo'lishi kerak. Bora-bora ta'lim jarayoni ham bitta bo'lishi kerak. Mening bolam Toshkentda o'qiyapti. Men hayot va ish taqdiri bilan, taqozosi bilan Olmaotaga, Ostonaga, Bishkek ko'chib borsam ham mening bolam shu standart bilan o'qishni davom ettirsin. 5-sinf, 6-sinfda bor davom ettira olsin. Bu jamiyatlarning bir-biriga ko'chishlik va bir-birida jarayon almashishlik ijtimoiy jarayonlarni yaqinlashtiradi-da. Televideniya bitta bo'lsin. Umumiy televideniya bizni ko'rsatgan kanal, ularda ham ko'rsatsin. Mana bu jarayonlar bo'lgandagina biz mana shu erishilgan jarayon shartnoma bitimlar hayotga tatbiq etilyapti deya olamiz. Harbiy tizimimiz ham kerak bo'lsa yagona bo'lishi kerak. Shuning uchun xavfsizlik tizimi hamda. Shuning uchun mana shu bosh tomon, endi mayda detallar ham bor, lekin bosh tomonlar mening asosiysi shu jarayon realni ishlasa, shu jarayon haqiqatan ham yo'lga qo'ya olsak va shu qilinyapti eng asosiysi. Men hozir aytib o'tgandek, Humo kartasi bilan Qirg'izistonda bemalol hozir to'lov qila olasiz. To'lov qila olasiz, bankomatdan pul icha olasiz. Ularning puli bilan. Keyinchalik balki valyuta ham bitta bo'lib ketar. Nasib. Mana bu ishlar amalga oshirilsa o'ylaymanki, ko'p muammolar hal bo'lib ketadi. Hattoki suvdan foydalanish bo'yicha bitim imzolandi kecha. Mana shu ham mana shu aytayotgan narsalarimizni realizatsiyasi boshlanganligidan dalolat beradi. Ya'ni bu faqat qog'oz emas ekan, haqiqatan ham birga bo'lyapti. Muxtor aka, siz fikrlaringiz? Endi hozirgi aytilgan fikrlarga qo'shimcha tarzda, ya'ni bu ichki integratsiya ham muhim juda ham. Ya'ni hozir integratsiya haqida gapilyapti-da. Ya'ni integratsiya borgan sari u eng yuqori darajaga chiqqanda bu konfederatsiya ko'rinishiga keladi-da, bu siyosiy ittifoq. Ungacha iqtisodiy, moliyaviy, bojxona darajasi ketadi va hozir shu jarayonlar faol ketyapti va buni amalga oshirish uchun mintaqaviy muhit ham mavjud. Maqbul muhit. Buni ham qayd etishimiz kerak. Atrofimizdagi davlatlar bu jarayonlarga qandaydir bir xavf sifatida qarayotgani yoki xavf sifatida qarayotgan mamlakatlar ham bu mintaqa mamlakatlarining manfaatlari bilan hisoblash kerak degan fikrda. Unikal vaziyatda. Shunday vaziyat, shuning uchun bu haqiqatan ham tarixiy jarayon deb atashimiz mumkin. Integratsiya yaxshi va integratsiyaga to'siq bo'ladigan masalalar borki, mamlakatlarning iqtisodiy holati har xil, standartlari har xil, hozir aytib o'tganlaridek, qonunchilik darajasida farq qiladi va integratsiya degani muayyan darajada mintaqaviy masalalar bo'yicha o'zini suverenitetin bir qismi bilan bo'lisha olish degani va bu yetarlicha siyosiy ong, siyosiy madaniyat talab qiladi. Integratsiya degani bu juda yuqori darajadagi mobillik degani. Ya'ni har bir davlatning fuqarosi uning resursi. Endi bu mintaqaviy darajada bo'ladigan bo'lsa, kadrlar almashinuvi, aqliy mehnat aralashuvi, ilm-fan almashinuvi, bu jarayon ham qanaqadir ma'naviy shakllangan stereotipik to'siqlardan o'tish kerak-da.
Ya'ni bizni aytadi-ku, chegaralar amalda emas, chegaralar avvalo kallamizda, miyamizda. Bundan agar o'tilishga muvaffaq bo'ladigan bo'lsa, real integratsion jarayonlar kechadi deb o'ylayman. Hozirga tashlangan qadam avvalo mana shu jarayonlarni barcha Markaziy Osiyo davlatlari istayotganligini ko'rsatadi. Ya'ni xohishlar bir, strategik maqsadlar bir-biriga uyg'un, amaliyotga joriy etishlik, davlatlarning sharoit har xil. Bu degani endi har bir mintaqa davlati mas'uliyatli darajada bu jarayonlarda ishtirok etish kerak. Faqat men uchun, faqat men ko'proq manfaat ko'ray yoki nega bu yetakchilikka intilyapti? Yetakchi emas, mas'uliyatli ishtirokchi. Ya'ni mana shu integratsiyadan oladigan manfaat butun mintaqaning manfaati. Mintaqa rivojlansa, har bir davlat rivojlanadi. Bir ayro holatda rivojlana olmaydi. Xavfsizlik ham bo'linmasdir degan prinsip shundan kelib chiqadi. Qo'shning tinch, sen tinch. Qo'shning farovon, sen farovon. Va mintaqa va uning atrofida barqarorlik, umumiy rivojlanishlik, konstruktiv bir muhit shakllantirishlikdan barcha manfaatdor. Barcha Markaziy Osiyo mamlakatlari dengiz yo'liga chiqishni istashadi. Va global iqtisodiyotda ishtirok etishni xohlashadi. Innovatsiyalar oqib kelishini xohlaydi. Va buning natijasida farovon bir jamiyat qurishni xohlashadi. Demak, maqsadlar uyg'un ekan va miyamizda shakllangan, asrlar davomida shakllangan stereotiplardan xalos bo'lish orqali real mana shu qadamlar tashlanadigan bo'lsa, bu integratsiya amalga oshadi. Va bu integratsiyani amalga oshirishga bo'lgan hozirgi ishtiyoq o'ylaymanki, juda ham yuqori. Bu imkoniyatdan unumli foydalanib qolish kerak. Shunda bitta qo'shimcha qilsam mayli. Mana Yevropa ittifoqi ham boshlanishida bitta sohada modelni ko'rsata oldi-da. Misol uchun ko'mir va po'lat ittifoqi keyinchalik o'sib Yevropa ittifoqiga aylandi. Markaziy Osiyoda ham ana shu hozir aytib o'tilayotgan narsalarimiz hammasi bir vaqtda rivojlanish bilan bir qatorda, integratsiya jarayonlari bilan bir qatorda bitta ustuvor yo'nalishda ko'rsataman bilish kerak. Ya'ni qaysi soha bo'lsin, bank tizimimi, bilmayman, energiya resurslari infrastrukturasimi, qaysidir sohani olib, mana boyagidek po'lat va ko'mirga o'xshab, bitta sohani ittifoq yo'nalish kesimidagi ittifoq shakllantira olish kerak. U ishonch beradi. U boshqa yo'nalishlarni ham keyin tortadi o'ziga. Chunki bitta bo'ladi-da, u ta'lim bo'lishi mumkin, bilmayman, meditsina bo'lishi mumkin yoki haqiqatan ham shu energiya resurslari bo'lishi mumkin. Qaysi yo'nalishdan qat'iy nazar, bitta yo'nalish ittifoq darajasidagi unaqani shakllantirish kerak. Tizimni. Ana undan keyin qolgan tizimlar ham shakllansa, undagi markaziy Osiyoning haqiqat tom ma'nodagi ittifoq darajasidagi bir subyektini shakllantiradi. Turizm menimcha mana shunga yoki bo'lsa kuchli suv bo'lishi mumkin. To'g'ri. Xo'p, avvalo vaqt ajratib kelganingiz uchun kattakon rahmat. Sizlarni keyingi yana ko'rsatuvlarda kutib qolamiz. Azizlar, siz Daryoni kuzatingiz. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Rahmat kelganingiz uchun. Rahmat, salomat. Rahmat.